Yelkam. aka. Akam. Akam, yo'l bo'lsin. Aka, biznes boshlab qo'ydim. O'shani kredit olmoqchi edim. O'shani harakat qilibman-da. Kredit eta haram, kerak emas. Biznes halol yo'l bilan boshlagan, haram-ku. Baraka bo'ladi bu narsada, uka. Kreditga iloji boricha zo'rg'a yurish kerak emas. Bir muddat uka biz bo'lib qoldi. Alo. Mollar keldimi? Davay, do'konga tarqatib aloqaga chiqish borgan. Davay, aloqadamiz. Aka, siz ham ishlaringiz yurishib ketdi. Nima ishlar qilyapsiz o'zi? Ukam, 3-4 ta vinovodka do'kon ochib qo'yganmiz. O'shani yuribmiz. Shoshilayotgandim. Qoramga aralashmoqmi, ukam? Yo, pirasata. Akani o'zi farishta ekan-ku, ha.